Mana azizlar 16 obyekt mana. Mana buni qilib ko'lab chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa mana finishga ham borib qolamiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring ko'raverasizlar. Mana hozir tashlab kelyapmiz. Xudo xolasa hamma yo'q yaxshi bo'lib. Mana 16 obyekt. Mana mayda turmani tashlab kelyapman. Mana qumga solib, cho'tki qilib, mana olib ketyapmiz. Ko'raverasizlar azizlarim. Agar yoqqan bo'lsa, xolasanlar like tashinglar, xolasanlar nima qilinglar mana. Bunaqasiga mana ketyapti yana. Mana bunday kelib, bunday ketyapti mana. Bunaqasiga ham ketyapti mana. Bunday qilib olib ketyapmiz mana. Mana endi hozir bitta chashagin tushadi, bitta unisasi tushadi. Mana joylarini qilib, tayyorgarlikni qilyapmiz. Xudo xolasa azizlarim ko'raverasizlar. Mana ko'pchilik mendan so'rayapti. Aka, qanaqa qilib nima qilyapsan, nima bo'lyapti? Men endi e'tiborlaring uchun mana ko'rsatib, fiksir qilib qo'yapman. Mana mayda nima bo'ladi? Undan bunga o'tkazadigan joyimiz. Mana bunaqasiga ketyapmiz mana. Bu narsamiz 65 metr. Xudo xolasa, azizlar, xolasalar nima qilaverasizlar? Mana shu ishlarni qilyapmiz. Ular sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.